Diqqat qiling. Ayniqsa 45 yoshda 65 yoshgacha bo'lganlar, pensiyaga yaqinlashayotganlar, allaqachon pensiya olayotgan ota-onalar, aka-ukalar va opa-singillar. Bugun men sizga 15 sentyabrdan keyin pensiya masalasida nimalarga alohida e'tibor berish kerakligini sodda tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, hali pensiyaga chiqmagan, lekin ish staji, maosh tarixi, hujjatlari va kelajakdagi nafaqasi haqida o'ylayotgan har bir odamga tegishli. Men bu mavzuni shunchaki yangilik sifatida emas, amaliy masala sifatida ko'rib chiqaman. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta yil ish staji tasdiqlanmasa yoki arza vaqtida berilmasa, odam oyma-oy pul yo'qotishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosingiz va yaqinlaringizga yuboring. Bu masalada beparvolik qilish mumkin emas. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga juda kech e'tibor berardi. Odam 60 yoshga yaqinlashadi yoki ayollar pensiya yoshiga yetadi. Shundan keyingina mehnat daftarchasini qidiradi. Eski korxona yopilib ketganini biladi. Arxiv qayerdaligini topolmaydi. Maosh haqidagi ma'lumotnomani olishga qiynaladi. Natijada pensiya tayinlash cho'ziladi yoki hisob-kitob odam kutgandan kamroq chiqadi. Men ko'p uchratadigan holat shunday. Odam 25 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin hujjatda faqat 15 yil tasdiqlanadi. Nega? Chunki ayrim yillarda buyruq nusxasi yo'q. Mehnat daftarchasida muhr noto'g'ri korxona nomi o'zgargan. Ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar bir-biriga mos kelmaydi. Oddiy odam uchun bu mayda narsa bo'lib ko'rinadi. Lekin pensiya hisobida bu katta farq beradi. Endi esa o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, pensiya masalasi tobora ko'proq hujjatlarning aniqligi, elektron bazadagi ma'lumotlar, rasmiy ish staji va badallar bilan bog'lanmoqda. Ya'ni oldingidek men ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli bo'lmaydi. Har bir yil, har bir ish joyi, har bir to'lov imkon qadar hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, vaqtida tekshirgan odam yutadi. Kimning hujjatlari joyida bo'lsa, kim ish stajini oldindan tekshirsa, kim pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoralarga vaqtida murojaat qilsa, u ortiqcha sarson bo'lmaydi. Eng katta xavf esa hali vaqt bor deb yuradiganlarda. Oldingi tartibda ham pensiya tayinlash uchun ish staji, yosh, maosh, imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri kabi masalalar hisobga olinardi. Lekin amalda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq bo'lgan. Mehnat daftarchasi asosiy dalil hisoblangan. Eski maoshlar bo'yicha ma'lumotnomalar alohida so'ralgan. Ayrim hollarda arxivdan tasdiq olish kerak bo'lgan. Hozirgi davrda esa davlat organlari ko'proq elektron ma'lumot almashuviga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri ko'rsatgan bo'lsa, ma'lumotlar elektron tizimda ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni. Lekin yomon tomoni shuki, agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, maoshingiz konvertda berilgan bo'lsa yoki hujjatlar noto'g'ri yuritilgan bo'lsa, kelajakda pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir erkak kishi 20 yil qurilishda ishlagan. O'zi men doim ishlaganman deydi. Lekin tekshirib qaralsa, faqat 9 yil rasmiy ish staji bor. Qolgan yillarda u brigadada og'zaki kelishuv bilan ishlagan, maoshni naqd olgan, mehnat shartnomasi bo'lmagan. Bugun u kuchini sarflagan, ter to'kkan, lekin pensiya hisobida hammasi avtomatikdan olinmaydi. Mana shu eng og'riqli nuqta. Yana bir misol, ayol kishi savdo do'konida 12 yil ishlagan. Do'kon egasi hammasi joyida degan, lekin keyin ma'lum bo'ladiki, faqat oxirgi 4 yil rasmiy ko'rsatilgan. Ayol pensiya yoshiga yetganda staji kam chiqadi. Shunda u eski ish beruvchini qidiradi. Do'kon allaqachon yopilgan bo'ladi, hujjatlar yo'q. Mana shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya masalasini pensiyaga chiqishdan bir oy oldin emas, kamida 5 yil oldin tekshirish kerak. Birinchi navbatda 25 yoshdan oshganlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki aynan shu yoshdan keyin odamning pensiyagacha qolgan vaqti tez o'tadi. Bugun 45 yoshda bo'lgan odam hali 15 yil bor deb o'ylaydi. Lekin agar uning 10 yillik stajida muammo bo'lsa, uni tiklash bir kunda hal bo'lmaydi. Ba'zan arxiv so'rovi, sud tartibida tasdiqlash, guvohlar, qo'shimcha ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh norasmiy ishlagan yoki hozir ham norasmiy ishlayotganlar. Agar siz har oy pul olayotgan bo'lsangiz, lekin mehnat shartnomangiz bo'lmasa, oyligingiz rasmiy ko'rsatilmasa, siz bugun biroz ko'proq naqd pul olayotgandek tuyulishingiz mumkin.
lekin ertaga pensiyada yutqazishingiz ehtimoli bor. Rasmiy maosh nafaqat bugungi huquqingiz, balki kelajakdagi pensiya hisobingiz uchun ham muhim. 3-guruh eski korxonalarda ishlaganlar, zavod, kolxoz, sovxoz, shirkat, kooperativ eski tashkilotlar. Tugatilgan korxonalar bilan bog'liq hujjatlar ko'pincha muammo beradi. Korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1995 yilda bir nomdagi tashkilotga kirgan, 2001 yilda tashkilot boshqa nomga o'tgan, 2008 yilda yopilgan. Mehnat daftarchasida esa muhr xira yoki sana noto'g'ri. Bunday holatda oldindan arxivga murojaat qilish kerak. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Ayniqsa Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan fuqarolar o'z hujjatlarini alohida tekshirish kerak. Chet eldagi ish davri har doim ham avtomatik pensiya stajiga qo'shilib ketmaydi. Bu masala davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar. Rasmiy ish shartnomasi, sug'urta to'lovlari va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq. Shuning uchun men chet elda 7 yil ishladim degan gapning o'zi yetmaydi. 5-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu toifadagi odamlar uchun ham hujjat aniqligi juda muhim. Tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, oilaviy holat, qaramog'idagi shaxslar, daromad ma'lumotlari kabi masalalarda xatolik bo'lsa, to'lov kechikishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar sizning mehnat daftarchangiz to'liq, ishga kirgan va chiqqan sanalar aniq, muhrlar o'qiladigan. Korxonalar haqidagi ma'lumotlar mos bo'lsa, xavotir kamroq. Agar oxirgi yillarda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, soliq va ish haqi ma'lumotlaringiz elektron bazada ko'rinsa, bu siz uchun katta afzallik. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz ham, hujjatlaringizni tashlab qo'ymasligingiz kerak. Chunki ayrim hollarda qayta hisoblash, qo'shimcha stajni qo'shish, avval hisobga olinmagan davrlarni tan oldirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqan paytda eski arxiv ma'lumotnomasini topa olmagan, keyin topgan. Shunda u tegishli tartibda murojaat qilib, pensiyasini qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Biroq men bu yerda aniq bir narsani aytaman. Har bir odamning holati alohida. Bir kishiga tegishli qo'yda ikkinchi kishiga aynan bir xil qo'llanmasligi mumkin. Yosh, ish staji, jins, ish turi, maosh tarixi, imtiyozli sharoit, sog'liq holati, oilaviy vaziyat, hujjatlarning sifati, bularning hammasi hisobga olinadi. Tasavvur qiling, bir erkak kishi 60 yoshga yaqinlashdi, u 3 yil ishladim deb hisoblaydi. Lekin hujjatlar tekshirilganda 24 yil 6 oy tasdiqlandi. Qolgan 5 yil 6 oy eski korxona yopilgani va arxiv ma'lumotlari topilmagani sababli hozircha tasdiqlanmadi. Agar u bu masalani pensiya yoshiga yetgandan keyin boshlasa, pensiya tayinlash jarayoni cho'ziladi. Agar 55 yoshida tekshirganida arxiv so'rovlarini oldindan yuborgan bo'lardi. Kerak bo'lsa sud orqali ish stajini tasdiqlashga ham ulgurardi. Yana bir holat. Ayol kishi 20 yil rasmiy ishlagan, 3 farzand tarbiyalagan, bir necha yil uyda bola parvarishi bilan bo'lgan. U pensiyaga chiqishda uyda o'tirgan yillarim hammasi qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin bu davrlar qanday tartibda? Qancha muddatga va qaysi hujjatlar asosida hisobga olinishi alohida tekshiriladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, mehnat daftarchasidagi tanaffuslar, bularning hammasi ahamiyatli. 3-misol, bir kishi 2000 yildan 2010 yilgacha xususiy firmada ishlagan. Maoshi rasmiy 500 ming so'm deb ko'rsatilgan, lekin qo'liga 2 million so'm olgan. U o'sha paytda menga farqi yo'q, pulimni olayapman deb o'ylagan. Pensiya hisobida esa rasmiy ma'lumotlar muhim bo'ladi. Demak, kelajakdagi pensiya uchun rasmiy maoshni past ko'rsatish odamning o'ziga zarar keltirishi mumkin. 4-misol. Pensioner ayol pensiya olayapti, lekin keyin eski ish joyidan 8 yillik qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topdi. Bunday vaziyatda u shunchaki uyda saqlab qo'ymasligi kerak. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilib, pensiyani qayta hisoblash masalasini ko'tarishi kerak. Natija har doim ham odam kutgandek katta bo'lmasligi mumkin, lekin huquq bo'lsa, undan foydalanish kerak. Eng muhim nozik jihat shuki, pensiya masalasi faqat yoshning o'zi yetarli emas. Ko'pchilik men yoshga yetdim, demak pensiya beriladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya turi, minimal staj, ish davrlari, rasmiy tasdiqlar va qonundagi boshqa talablar tekshiriladi. Agar staj yetarli bo'lmasa, odam boshqa turdagi nafaqa yoki ijtimoiy yordam masalasini ko'rib chiqishi mumkin.
lekin bu pensiya bilan bir xil narsa emas. Yana bir muhim nuqta. Familiya o'zgargan bo'lsa, ayniqsa ayollarda barcha hujjatlar bir-biriga bog'lanishi kerak. Masalan, mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda turmushdan keyingi familiya. Diplomda boshqa yozilish bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Aks holda tizimda yoki tekshiruvda bu bir odammi yoki boshqa odammi degan savol tug'iladi. Mehnat daftarchasidagi xatolar ham juda ko'p uchraydi. Sana noto'g'ri yozilgan, buyruq raqami tushirib qoldirilgan, muhr bosilmagan, imzo yo'q, korxona nomi to'liq emas. Odam buni yillar davomida ko'rmaydi. Pensiya oldidan esa bu xato muammoga aylanadi. Shuning uchun men har bir kishiga mehnat daftarchasini varaqlab chiqishni, tushunarsiz joylarini hozirning o'zida aniqlashtirishni tavsiya qilaman. Yana bir tuzoq. Odam internetda yoki qo'shnisidan eshitgan gapga ishonib qoladi. Hamma pensionerga falon pul qo'shilar ekan. 25-sentyabrdan hammaning pensiyasi avtomatik oshar ekan. Deputatlar hamma qarorni qabul qilib bo'lgan ekan degan gaplar ko'p tarqaladi. Men bunday xabarlarga ehtiyotkor qarashni maslahat beraman. Har qanday o'zgarishni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Qonun hujjatlari, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, rasmiy axborot kanallari. Chunki noto'g'ri xabar odamni noto'g'ri qaror qabul qilishga majbur qiladi. Pensionerlar uchun yana bir nozik jihat shuki, ayrim to'lovlar qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin, ayrimlari esa bo'lmasligi mumkin. Masalan, ish stajiga yangi tasdiqlangan davr qo'shilishi boshqa masala, umumiy indeksatsiya boshqa masala, kompensatsiya yoki bir martalik yordam boshqa masala. Bularni bir-biriga aralashtirmaslik kerak. Odam qo'shnimga qo'shildi, menga ham qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin qo'shnining staji, yoshi, pensiya turi va hujjatlari boshqa bo'lishi mumkin. Birinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar. Chet elda ishlagan bo'lsangiz shartnomalar va rasmiy tasdiqlar. Bularni bitta papkaga solib qo'ying. Ikkinchi qadam, ish tajingizni alohida ro'yxat qiling. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz? Lavozimingiz nima bo'lgan? Korxona nomi qanday yozilgan? Hozir u korxona bormi yoki yo'qmi? Bilganingicha yozib chiqing. Masalan, 1995-2003 yillar tuman savdo korxonasi sotuvchi, 2003-2012 yillar xususiy firma hisobchi. 2012-2002 yillar maktab xo'jalik mudiri. Shunday ro'yxat sizga mutaxassisga vaziyatni tez tushunishga yordam beradi. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli onlayn xizmatlar orqali siz haqingizdagi ish staji va to'lov ma'lumotlari bor yo'qligini aniqlash mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, ishonchli qarindoshingiz yoki mahalladagi mas'ul xodimdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. 4-qadam, xato topsangiz kutmang. Mehnat daftarchasida muhr yo'qmi? Ish joyi noto'g'ri yozilganmi? Arxiv ma'lumotnomasi kerakmi? Darhol harakat qiling. Eski ish joyi mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. Javob kelmasa, yozma murojaat qiling va murojaat raqamini saqlang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga savolni aniq yozing. Menga pensiyamni oshirib bering deb umumiy yozish o'rniga, falon yillarda falon tashkilotda ishlagan davrimni ish stajiga qo'shish masalasini ko'rib berishingizni so'rayman deb yozing. Agar qayta hisoblash so'rasangiz, qaysi hujjat asosida so'rayotganingizni ko'rsating. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang. 6-qadam, javobni kutib, keyin uni tushunib o'qing. Rad javobi kelsa, darhol tushkunlikka tushmang. Rad etish sababi nima? Hujjat yetishmadimi? Sana mos kelmadimi? Arxiv tasdig'i kerakmi? Qonuniy asos ko'rsatilganmi? Shularni aniqlang. Kerak bo'lsa malakali yurist pensiya masalasi bo'yicha mutaxassis yoki davlat xizmatlari xodimidan tushuntirish so'rang. 7-qadam, rasmiy ishlashni talab qiling. Hali pensiya chiqmaganlar uchun eng katta maslahat shu. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirsin. Mehnat shartnomasi bo'lsin. Oylik rasmiy ko'rsatilsin.
Bugun ozgina qulaylik deb ko'rgan norasmiy ish ertaga katta yo'qotishga aylanishi mumkin. Men buni juda ko'p misolda ko'rganman. Odam kuchini sarflaydi, lekin qog'ozda u ishlamagandek chiqadi. 8-qadam. Ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. Ko'p pensionerlar ariza yozishni, portalga kirishni, arxivga murojaat qilishni bilmaydi. Farzandlar yordam berishi kerak. Otangiz yoki onangiz hammasi joyida deyishi mumkin. Lekin mehnat daftarchasida xatolar bo'lishi ehtimoli bor. Bir oqshom vaqt ajrating, hujjatlarni ko'rib chiqing, sanalarni yozing, yetishmayotgan joylarni aniqlang. Bu ularga real moliyaviy yordam bo'lishi mumkin. 9-qadam. Mish-mishlarga emas, hujjatga ishoning. Telegramda yoki YouTube sarlavhasida baland gaplar bo'lishi mumkin. Lekin siz har safar bu xabar qaysi rasmiy hujjatga asoslangan deb so'rang. Qaror raqami bormi? Qachon kuchga kiradi? Kimlarga tegishli? Hamma pensionergami yoki faqat ayrim toifagami? Avtomatikmi yoki ariza bilanmi? Mana shu savollar sizni xatodan saqlaydi. 1500 sentyabr sanasi atrofida muhokama qilinayotgan o'zgarishlarning asosiy sababi bitta. Pensiya masalasida tartib, hujjat va oldindan tayyorgarlik hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Oldingidek oxirgi kuni yugurib, hammasini bir haftada to'g'rilab olish qiyinlashadi. Davlat tizimlari raqamlashgani sari har bir odamning rasmiy tarixi aniq ko'rinishi kerak. Bu yomon narsa emas. To'g'ri yuritilgan tizim halol ishlagan odamning huquqini himoya qiladi. Lekin tizimdagi ma'lumot to'liq bo'lmasa, odam o'z huquqini isbotlashga majbur bo'ladi. Shuning uchun men sizdan faqat bitta narsani so'rayman. Pensiya masalasini keyinga qoldirmang. Bugun tekshiring, bugun so'rang, bugun hujjatlarni yig'ing. Agar siz 25 yoshdan oshgan bo'lsangiz, bu mavzu siz uchun bevosita muhim. Agar siz 25-60 yosh atrofida bo'lsangiz, bu allaqachon shoshilinch masala. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar siz hali yoshroq bo'lsangiz ham rasmiy ish staji va rasmiy maosh kelajagingiz uchun foydavor ekanini unutmang. Bugun men sizga pensiya masalasida eng muhim jihatlarni tushuntirdim. Oldin qanday bo'lganini, endi nimaga e'tibor kuchayganini, kimlar ehtiyot bo'lish kerakligini, kimlar kamroq xavotir olsa bo'lishini, qanday hujjatlar kerakligini va amalda qayerdan boshlash lozimligini aytdim. Eng asosiy xulosa shuki, pensiya o'z-o'zidan to'g'ri hisoblanadi deb beparvo bo'lmang. Hujjatlaringizni tekshiring, ish stajingizni aniqlang. Xatolarni vaqtida tuzating, rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Shunda siz o'zingizning ham, ota-onangizning ham huquqini himoya qila olasiz. Sizningcha pensiya tizimida eng katta muammo nimada? Hujjatlardami? Hisob-kitobdami yoki odamlarning ma'lumot yetishmasligidami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya yoshidagi yaqinlaringizga albatta yuboring.